Oziq-ovqat xavfsizligi bu iste'mol qilinadigan ovqatlarning toza, sog'lom va zararli moddalar yoki mikroblardan xoli bo'lishini ta'minlashdir. Bu ayniqsa bolalar salomatligi uchun juda muhimdir. To'g'ri tanlangan va to'g'ri saqlangan ovqatlar bolalarning o'sishi, rivojlanishi va kasalliklarga chidamli bo'lishiga yordam beradi. Qo'l yuvish: ovqatlanishdan oldin qo'llarni iliq suv va sovun bilan yuvish zarur. Bu mikroblarning ovqatga tushishining oldini oladi. Meva va sabzavotlar yuvish: har qanday meva va sabzavotlarni iste'mol qilishdan oldin toza suvda yaxshilab yuvish kerak. Idish-tovoqlarning tozaligi: ovqatlanishdan ishlatiladigan idishlar, qoshiq va stakanlar toza bo'lishi kerak. Oziq-ovqat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bolalarda oshqozon-ichak kasalliklarini oldini oladi, immunitetni mustahkamlaydi va ularning sog'lom ulg'ayishiga yordam beradi.